Do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalardan O'simlik va bahor degan hikoyani aytib beraman. Hikoya O'simlik va bahor. Bahor kelishi bilan yer jahon illib, qishicha uyquda yotgan dal-daraxtlar bahorning illiq shamolining yengil silkishi bilan uyg'onib, yumran shaxlari bog'lanishga, qishicha to'ng tuproqqa ko'milib go'dayib yotgan o'simlik urug'lari bahor haroratidan asta-asta qo'zg'alib, yumshoq tuproqni yerib zaminga ko'z ochishga boshladi. Dal-daraxtlar o'simliklarning shirin uyqudan uyg'onib, bahorga talpinib bug'surayotganligidan cheksiz shodlangan bahor elchisi qorli g'ashlar ko'k osmonda parvoz qilib, larzon suvga tushdi. Hammadan shodlangani yanala bog'van buvoy bo'ldi. U big'lanishga boshlagan meva daraxtlariga zo'qlangan holda qirg'inicha nevrasiga: "Qorg'una qo'zam, bahor keldi. Meva daraxtlari big'lanibdi. Ular bahorning kelganini bilayotdi", dedi. "Qiziq so'zlaydi ekansan, bova", dedi nevrasi ajablangan holda buvisiga tikilganicha. "Dal-daraxtlar odam yoki uchar qush bo'lmasa, bahorning kelganini qandoq bilalaydi?" "Bilalaydi, qo'zam, bilalaydi", dedi buvisi yirik barmoqlari bilan yumron shaxlarni avaylab tutgan holda. "Amaliyotda o'simliklar bahorning kelganligini hammadan bo'lur sezadi." Bog'van buvay xato aytmagan edi. U bir umr bog'vanchilik bilan shug'ullandi. Yoshlik davrida maxsus o'simlik ilmini o'rgandi. Qiron chog'larda o'simlik va bog'vanchilikka oid nurg'un ilmiy tadqiqotlarga qatnashdi. Shundoq ekan, u albatta o'simliklarning bahor kelganligini qandoq qilib sezib olaydiganligini biladi-da. Bog'van buvayning nevrasiga so'zlab berishicha, o'simliklar temperaturaning o'zgarishiga asosan fasl o'zgarishni sezalaydi ekan. Bundoq bo'lishidagi sabab o'simliklar qishning oxiridagi temperaturaning tuyuqsiz o'rilishi bilan bahorning yetib kelganligini sezib, bixlanib o'sishga boshlaydi ekan. O'simlik yiltizlari yoki uruqi qishicha tuproqdagi nam muhitda turadi ekan. Bahor kelishi bilan tangnam sharoiti turib, ma'lum darajada chirigan yiltiz po'sti yoki uruq shakli yerilishga boshlaydi ekan yoki ajrilib tushadi ekan. Buning bilan o'simlik yiltizi va uruqlarini tashkil qiluvchi hujayralarning suv va oksigen bilan bevosita uchrashish fursati ko'payib, ozuqliq moddalarni qabul qilishi kuchaydi ekanda, hujayralarning bo'linishi tezlashib, bixlanib o'sishga boshlaydi ekan. Bu har yili bahor fasli tuproqning to'ngi erigan mezgilga to'g'ri keladiganlikdan o'simliklar bahorning yetib kelganligini birla vaqtda sezib bug' chiqarib o'sadigan ahvolni shakllantirdi ekan. O'simliklarning bahor kelganligini qanday qilib sezalaydiganligini tushungan nevrasi ixtiyorsiz peshini langishdi. Ana shuningdan tortib, uningda o'simliklarga bo'lgan qiziqish paydo bo'ldi. Hamda tirishib o'rganib kelgusida bu usuga o'xshash bog'van bo'lishga bel bog'ladi. Umoqlarim, biz bu hikoyadan o'simliklarning bahor kelganligini qanday qilib sezalaydiganligini tushunib oldik. Bu hikoyani men yoqtirdim. Sizlar yoqtirdinglarmi? Undaqda biz bu hikoyadan o'rganib olgan bilimimizni atrofimizdagilarga so'zlab beraylikmi? Kech bo'lib ketibdi, ammo bugun paldur uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.